Kim agar shu zikrni ixlos bilan ertamatanda bir marta aytsa, agar vaqti yetib kechgacha vafot qilsa jannatga tushadi. Kim agar ixlos bilan kechki payt bir marta aytsa, vaqti yetib agar ertamatdangacha vafot qilsa jannatga tushadi. Allohumma anta robbi la ilaha illa anta xalaqtani va ana abduk va ana ala ahdika va va'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya va abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Buni Rasululloh o'rgatganlar, istig'forlarning eng yaxshisi deganlar.